Jamiyatimizning tirik kitobi Xayrulla Asadning faylasufona gaplari juda tezlik bilan qalblarimizgacha kirib bordi. Uning so'zlari shunaqa ham ma'noliki, u jamiyatga ko'z emas, balki ko'z qarash berdi. Bilasizmi, Gandini shunaqa gaplari bor. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. Agar erkakni o'qitsangiz, bir odamni o'qitasiz. Agar ayolni o'qitsangiz, bir millatni o'qitasiz. Qarang, qanaqa ma'noli gaplar. Biz ayollar bilimli bo'lishimiz shart, sababi chunki ilmli ona ongli avlod tarbiyalaydi. Bilimli ayol sog'lom jamiyat, mustahkam oila, mustaqil farzand demakdir. Biz necha foizmizki uyimizni gilam, parda, shkaf bilan emas, balki kitob bilan to'ldirish haqida o'ylaganmiz. Yoki bolamizga yangi o'yinchoq emas, yangi kitob olib berganmiz. Divan tanlashda soatlab o'ylaymiz, lekin o'qilmagan qalbimiz uchun bir so'z, bir fikr, bir sahifa qidirganmizmi kitob? Aqllilik qiyin kelgani yo'q, lekin bu haqiqat. Ehtimol o'zgartirish vaqti kelgandir. Uyimizda ko'rpa to'shak, bezak emas, bilimning nafasi sezilsin. Pardamiz soyani yopsa ham kitobimiz oyna ochsin. Shkaflarimiz kiyim bilan emas, balki fikrlar bilan to'lish vaqti kelgandir. Jaloliddin Rumiyni menga yoqadigan juda ham chiroyli gaplari bor. Boshqalarning hikoyalari bilan kifoyalanma. O'zingning afsonangni yarat. O'zingni topish kitobdan boshlanadi. Ana shunaqa.